Yevropaga ishga bormoqchi bo'lganlarning diqqatiga. Biz yangi proyekt ustida anchadan beri ish olib bordik. Bilasizlar, Yevropaga ham chiqib keldik va bu proyekt nima deb nomlanadi? GDS deb nomlanadi. Bizda Yevropada katta kompaniyalar bor, ish beruvchi va u ish beruvchi katta kompaniyalarga biz migratsiya agentligi hamkorligida ishchilarni jo'natamiz u katta kompaniyalarga va buni hozir tushuntirib beramiz. Yevropada ish beruvchilarga qo'lidan ish keladigan, hunari bor, ishlaydigan xodimlar kerak. Agar mana shunaqa xodimlar bo'ladigan bo'lsa, ular hech qanaqa xarajat qildirmasdan ularni o'ziga olib ketishga tayyor. Lekin o'zimiz ham mana Yevropada bo'lganda ko'rdik, juda ko'pchilik faqatgina vizani olibgina Yevropaga kelyapti, qo'lidan bir ish keladimi yo'q, bu haqda o'ylab o'tirmayapmiz. Qora ishlarda ishlashyapti. Lekin boshqa sohalarda hunar, kasb, malaka talab qilingan sohalarda juda ham ko'p bo'sh ish o'rinlari bor va u yerda juda ham yaxshi pul to'laydi. Aynan shuning uchun ham yangi loyihamizda mana shunaqa o'zbekistonliklarni endi Yevropaga borishdan oldin hunar o'rgatib, Yevropani yashash sharoitlarini va kerakli darajada til ko'nikmalarini ham oshirgan holatda tayyor kadr qilib ularga yetishtirib bermoqchimiz. Hozirda Yevropada ish beruvchilardan bizga elektrik va svarchchilik uchun buyurtmalar bor. Mana shu kadrlar ularga kerak. Agarda kim mana shu sohani egallab Yevropada yaxshi ishlarda ishlamoqchi bo'lsa, quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qiling va batafsil ma'lumotni ofisimizda yuzma-yuz konsultatsiyada olsangiz bo'ladi. Albatta keling, ma'lumot olish mutlaqo bepul, sizga foydasi bo'ladi.